Ko'chat narxlari nech pul bo'lyapti? Hozirgi kunda biz 3-marta video olyapmiz. Ko'rib turgan ko'chatlarni optim joyida sveji ko'chirishar ekan. To'liq ma'lumotni nech puldan nech pulgacha bor, qana sorti bor, nech xili bor, to'liq ma'lumotni Farhod akaning onasi. Assalomu alaykum. Farhod aka charchamasiz. Siz aka ko'chatlarimiz qana usulda, qana anaqa variantlari bor. O'rik ko'chatlarimiz 7 xil navlari bor. Holatlari o'ta ham zo'r, ko'rib turibsizlar. Mana tomirlar traktorda ko'chirilgan, tomiriga bitta ham ildiziga zaxa yetmagan. Ko'ryapsiz, poliyamizni ko'rsating. Shoptola deysizmi, nok deysizmi, olma deysizmi, hamma sortidan bor. 7 xil, 8 xildan navlarimiz bor. Nech xil sortimiz bor? Mana bular nok ko'chati bo'ladi. 7 xil navi bor buni ham. Bular Black Spender bo'ladi. Tashi ichkarisi qip-qizil bo'ladi. Tashqarisi qop-qora bo'ladi. Holatlari o'ta ham zo'r ko'chatlarimiz. Olmamiz mana Koronavirusni olmas mana. Xudo xolasa eksiz bil meva qiladi mana. Mana shular bunday meva shoxlari. Bilga meva qilar ekan. Qiladi mana shular. Ko'ryapsiz, tomirlariga baho beraverasizlar. Sveji ko'tarilgan. Sveji kecha ko'chirilgan ko'chatlar mana. Bular kivi noklarimiz bo'ladi mana. Mana shular kivi nok bo'ladi. Bular ham bil ko'chirilmaganda ko'rsating, kamera olib keling yaqinroq. Bil meva qilardi mana, meva holatlari mana. Bil o'zi meva qilardi mana shular ko'chirilmaganda. Xudo xolasa qana ko'chatimiz, hamma ko'chatlarimizdan bor. Qana ko'chat zaril bo'lsa bizga aloqaga chiqaverasizlar. 12 ta viloyatlar bo'yicha dastavkalarimiz ishlab turibdi. Xudo xolasa hamma ko'chatdan yetkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka, eng arzoni nech puldan bo'ladi? 10 ming so'mdan 40 ming so'mgacha ko'chatlarimiz bor. Qana usulda ekiladi bularimiz aka? Bu ko'chatlarimiz 35 sm ko'ylik, mashikacha ekasiz. Tevasini o'zimiz abrezkalar qilib jo'natamiz. Hisob biz vohadanmiz, bizga 50 ko'chat yo 100 ko'chat, biz gektar joylarimiz bor. Qaysini tavsiya berasiz? To'liq ma'lumot berib, tavsiya berib, o'zingiz qilib berasiz. Jo'natib beramiz. Xudo xolasa borib ekib bering desa, bunaqa o'zimiz bor, razvedka xizmatlari ham bor. Uni отдельно kelishamiz. O'zimiz ekib berib kelishlarimiz ham bo'ladi. Aka, bir xil ko'chatlarimiz bor ekan, biz ko'rib qoldik. 3000, 5000 ham sotishadi. Yo'q, u ko'chatlar bilan buni ancha farqi bor. Farqimiz bor bu ko'chatlar. Mana bu ko'chatni ko'ryapsiz, mana oddiy shoptoli ko'chat. Holatiga bitta baho berasiz, kamerani yaqinroq olib keling. Gulini ko'ryapsiz, kecha ko'chirilgan ko'chat bu. Ular kuzda ko'chirilgan bo'lishi mumkin. Uni 100 ta olib ekasiz, 10-15 ta ko'karishi mumkin. Bu kecha ko'chirilgan traktorda ildiziga bitta ham ziyon yetmagan yangi ko'chat olib ekasiz. Xudo xolasa 100% ko'karadi bu aka. Xudo xolasa endi avvalo bu qarovga ham bog'liq bo'ladi aka. Bizda dehqonchilikda o'zi dehqon akalarimiz bizladi. Eng arzon 10 mingdan 40 minggacha bo'lsa dastavka kelishilgan holatda endi bir xilgilar 10 ta chiqarib oling yo 20 ta chiqarib oling yo menga har xil sortidan chiqarib oling degan akalarimizga ham chiqarib yuborasiz. Chiqarib yuboramiz ularga. Xudo xolasa to'liq ma'lumotni bergan bo'lamiz. Yana bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Optim narxlarda batta ko'rib turganlaringni mana akalarimiz ko'chirib baylashyapti. Hali olib sotar emas. Birini atiga 10 ming so'mdan 40 ming so'mgacha. Ekspertlar ham bor ekan, qo'shni davlatlarga ham kelishilgan holatda 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatishar ekan. Aka, obunachilarimiz sizga aloqaga chiqishadi. Kimga shunaqa ko'chatlarimiz kerak bo'lsa, bitta like bosib obuna bo'lib